Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan tarvuz kesamiz. So'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tarvuz nimalar deyishyapti-yu. Endi ko'chada ko'rib turganingizdan keyin o'tib ketish qiyin bo'lyapti. Dahshat. Tarvuz uncha yaxshi ko'rmayman-ku. Yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Iliq holiga ham rosa shirinadi. Mana qovun. Ay, bu obunovat termida, nima derdi bilmayman. Lekin hidi shundan zo'r chiqyapti. Hidi mana deyapti. Korzinkada tarvuzni 20 mingdan ko'rdim. Qovunni bilmayman. Ay, hidini. Bular hozir ish puldan olib keldilar, unisini ham bilmayman. Lekin korzinkada 20 mingdan ko'rdim. Bu bozorniki. Bular. Bismillah. Tegishli masakrika usturasi shunaqa. Bu hozir yana muzlasi zo'r bo'ladi. Nima deysizlar? Hozir kesib ko'rsataman. Mana bunga kesamiz. Buni hozir muzlatib qo'yamiz. Sal turib yeymiz. Bugun sirgirish qiluvdik ertalabga ko'p. O'zi xo'jayinim birga qiluvdik. Qoldi. Endi kech payt ham yeymiz hammamiz birga o'tirib. Bugun sirgirish xo'rlik qilamiz. Eng yomon ko'rgan ovqatlarimdan bittasi sirgirish. Bilmayman, negadir yoqtirmayman. Lekin yeymiz, endi boshqa ilojim yo'q. Ertaga xudo xohlasa mehmonlar keladi. Bir nimalar pishiramiz. Ertadan yana ustalarimiz qaytishsa kerak. Yana bilmayman. Menimcha qaytishsa kerak. Qaytishmaydi, to'g'ri, yangi ustalar. San nima? Kachulmi nimadir uratgan kelisharkan xullas. Shunga kelisharkan. Shunga bu narsalar pishiramiz xullas. Bunisi menga ekan. O'zim qovunni yaxshi ko'raman. Tarvuz uncha yemayman. Bashti yemayman. Wow, vitamin. Na. O'tir bu. Ana sonra tarvuz kesamiz. Xolodilnikka qo'yib qo'yamiz bilan strechlab. Bismillah. Lekin vashirangicha to'q qizil. Men hozir set yoqib ko'rsataman. Hozir kesib oling. Voy. Mana. Bitta ishlasamda. Chot unaqa zo'r tarvuz tortadigan emasda. Mana endi men ko'p videolarda ko'rdim-da. Bolalar kasal bo'lib bansada yotishibdi. Rosa anaqa qotuvdim. Hech marta ko'rdik, biz ko'chada olmay qo'ya qolaylik dedim. Endi baribir уже pishgandir, o'zimizniki ham. Yotuvdim. Tushib ketdi, uzr. Olaman albatta. Negativ shart emas. Biz tarvuzni bunaqa kesib qo'yaman, chunki qizim aylanib kelib yeydi. Stolga oyjonga отдельно katta qilib kesib qo'yaman hozir. Orqa fonda qizim sal janjal qilib qoldi, tarvuz yeyman deb. Urasa tarvuz jinnisi. Idishga solib qo'yaman tarvuzni har safar. Shunaqa kesib. Ma. Yo'q. Kesib solib qo'yaman. Chunki olish udobniy bo'lsin dedilar oyijon. Xullas. Yana antena chiroyli ham solib kesib qo'yaman. Numami tayyor. Tegi bilan kesilmaydi bizda. Po'stlog'i bilan. Chunki olib ishga oson bo'lsin
deymizda. Shunaqa. Voy, xullas bola bilan qiynalib ketdim. Bitta tarvuz suvgacha. Qo'lingni ol. Tarvuz просто bomba. Sal pishganroq shekil. Yo'q. Lekin ham tomoni bo'sh chiqdi. Xullas shunaqa gaplar. Mana bu yerda tarvuzimni ko'rsataman. Rangini videoda ta'sirlab beraman, lekin to'q qizil. Qo'nim rangi ochiq, lekin hidi zo'r. Bu yerda yana bitta qovun. Ikkita tarvuz. Vo. Yorilib ketaman deyapti-yu. Ayniqsa mana bunisi. Mana gilosni yeb ko'rdim. Bu sal kichkinaroq, lekin mazasi просто chutki ekan. Mana bunisi kattasi. Katta ekan. Mana bitta katta. Kattaroq. O'rik ekan. Mazasi lekin zo'r ekan. Yumshoqlardan yeb ko'rdim, mazasi zo'r ekan. Xullas shunaqa gaplar.